Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik savdo komplekslari hamda dehqon bozorlarida aholi uchun arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etilgan. Muxbirimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Navro'z dehqon bozori misolida mavzuni davom ettiradi. Ramazon oyi saxovat, mehr-oqibat va shukronalik ramzidir. Bu davrda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqaror saqlash har qachongidan ham muhimdir. Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Navro'z dehqon bozorida muborak Ramazon oyiga katta tayyorgarlik ko'rildi. Avvalo savdo maskanida rekonstruksiya ta'mirlash ishlari olib borilganini e'tirof etish zarur. Chunki qurilish ishlaridan so'ng dehqon bozori uchun alohida yarmarka pavilyoni tashkil etildi. Siz ekranda ko'rib turgan arzonlashtirilgan yarmarka ham aynan mana shu pavilyonda uyushtirilmoqda. Men bu yerda 25 yildan beri bozor qilaman. O'zida narxlar oshardi, hozir tushirilgan. Yarmarka bozorlari yaxshi, hamma narsasi arzon. Xalqqa hamma narsani arzon qilib, yaxshi narsa olib kelishgan. Bunaqa yarmarkalar xalqimizga rosa kerak. Har kun oladigan narsalarimiz-da. Qancha arzon, qancha yaxshi bo'lsa, shuncha xalq xursand bo'ladi. Bir xil mana kam ta'minlangan, uyida nogironligi bor. Bozorda juda qimmat betga qaraganda hamma ham olishga qurbi yetmaydi. Shuning uchun bu yerda ancha ichkari bozordan bu yerda arzonroq. Hamma sharoitlar bor, hamma qulayliklar bor. Xohlagan joyingizdan xohlagan mahsulotingizni o'zingizga yoqqanini olasiz. Biz pensionerlar hammasi terminalda. Terminal bor. Ta'kidlash kerak, arzonlashtirilgan yarmarkalarni tashkil etish orqali aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan maqbul narxlarda ta'minlash imkoniyati yaratilyapti. Shuningdek, aynan yarmarkalar orqali bozor qiymatini ushlab turish hamda bayram kunlarida narxlarni sun'iy ravishda oshirishning oldini olish imkonini beradi. Ushbu chora-tadbirlarni esa Bosh prokuratura huzuridagi hududiy departament organlari nazorat qilib bormoqda. Narx-navoni barqarorlashtirishda departament xodimlari shahar hokimiyati hamkorligida nazoratga olingan. Zaxiralar tayinlanib qo'yilgan. Zaxiralarda kartoshka, piyoz mahsuloti yetarlicha. Mahsulotlarimiz uzilib qolmaydi. Ramazon oyi tugaguncha mahsulotlar arzon narxlarda sotiladi. Kartoshka mahsulotlari 4000 so'mdan, piyoz 2000 so'mdan sotilyapti. Go'sht mahsulotlari 80 ming so'mdan sotilyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yilgi muqaddas Ramazon oyida har bir dehqon bozorlarining kiraverish qismiga Ramazon yarmarkalari tashkil etildi va bu Ramazon yarmarkalarida noz-u ne'matlar sotuvga qo'yildi. Ya'ni nisholda, talqon, xurmo, ichimlik suvi, non, sumalak kabi 1000 yillik an'anaga ega bo'lgan o'sha mahsulotlar savdoga qo'yildi. Bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ramazon oyining asosiy taomi hisoblangan mana bu nisholda respublikamizning har bir hududida har xil tayyorlanar ekan. Misol uchun Navro'z dehqon bozoriga qo'yilgan nishondalar bu Qashqadaryocha uslubda tayyorlangan, ko'pirmasligi va nisholdan o'sha shakari ajralib qolmasligi bilan Toshkent shahridan farq qilar ekan. Endi saharlik yoki iftorlik vaqtida tanovul qilinadigan noz-u ne'matlarni bir joydan xarid qilsa bo'ladi. Bu ham o'z navbatida aholi uchun yanada ko'proq qulayliklar yaratadi. Sardor Murfuzalov, Jaloliddin Abdumavlonov, poytaxt.